Assalomu alaykum YouTube kanalimizning obunachilar. Musofirdagi aka-ukalar, shular bilan charchamayapsizlarmi? Mana bugun darvozani zo'r-zo'rlarni yig'ib, xudo xolasa obzorni qilib o'tamiz inshaalloh. Bir boshdan ko'rishlaringiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rishdan oldin yana bitta ta'kidlab o'tamiz. Videoga like bosishni, obuna bo'lishni unutmang aka-ukalar. Ya'ni high-tech fasonga o'xshagan fasonimiz o'ta go'zal holatda nemisni chiqqan. Ko'rishlaringiz mumkin. Chekkalarigacha chasbaklar tortilgan, hamma joylari grammatikslari sachilgan, germetikalar qilingan. Germetika degan nima degani deydigan bo'lsa, mana chekkalarida suv o'tkazilmaydigan narsalar cho'kilgan bo'ladi, xudo xolasa. Taglariga steklavatalar bosilgan, shu izolyatsiya qilingan. Joyiga zamok tushadi, zamogi zubir bo'ladi, tagida chiviller bo'ladi, chekkasi stekasi bo'ladi. Stekasi 8x8 profil bo'ladi, stenkasi 1.7 ikkili stenkada bo'ladi. Tepasida 8x4 profil bo'ladi, xolasa kelishtirib narxlarini arzonroq qilib beraveradi. Iloji boricha hozir 1.300 ming deyapmiz endi. Aloqaga chiqsalar, xudo xolasa kelishtirib arzonroq qilib beringlar. Kimlik fasonimiz o'ta go'zal holatda. Duvoy fasonlar qarindoshlaridan xullasmi. Qarindoshlaridan o'ta go'zal holat. Joyiga zamogi bo'ladi, zamogi zubir bo'ladi. Unda shunaqa bu ham grammatiklargacha sachilgan. Shum izolyatsiya qilingan. O'zi shuni borganda yoki kraskadan oldin bemalol kelib ko'rib olinaveradi. Materiallariga, ishlarimizga garantiya beriladi. Kraskalariga 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi, xudo xolasa. Fasonimiz, stekalarimiz 8x8 bo'ladi. Stenkasi qalinligi, ya'ni 2 lik qalinlikda bo'ladi. Stekalariga mana ko'rishlaringiz mumkin. O'tiniya shunaqa holat. Darvozamizni bir kvadrat metrini 1.280 ming so'mdan kelishtirib arzonroq qilib beriladi, xudo xolasa bundan. Bizni pastga yoki tepaga yozib qoldirgan nomerlarimizga aloqaga chiqsalaring, aytilgan narxlarcha kelishtirib arzonroq qilib beriladi, xudo xolasa. Uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Mana bu fasonimiz ham o'ta bir boshqacha hajmdor bo'lib chiqqan inshaalloh. Darvozamizni mana yarim 2 qavat deyiladi. Mana shu joyi toshlisizlar. Endi bizda vodiy tilda aytilganda mana shu joylar 2 qavat, mana bu joyi ham 2 qavat, mana shu joyi 1 qavat bo'ladi. Tepasini joylari ham 2 qavat bo'ladi. Tagiga steklavatorlar bosilgan bo'ladi. Zamogi zubir bo'ladi. Chekkalarda rezinkalarigacha o'rnashtirib qo'yib beriladi. Steklari ham 8x8 profil bo'ladi. Mana shunaqa holat aka-ukalar. Darvozamiz narxi arzonroq kelishtirib iloji boricha yana ham arzonroq qilib berilaveradi. 1.70 ming so'mdan bir kvadratni kelishtirib arzonroq qilib beriladi. Shunaqa holat. Mana bu fasonimiz o'ta boshqacha chiqqan. Yangicha fasonlar faqat bizda chiqadi. Farg'onaning Bog'doddan Samandariy qishlog'iga kelsalang, endi qanaqa fason izlagan bo'lsalar, hammasini izlab topsalang bo'ladi. Darvozamiz 1 kvadrat metri 1.250 ming so'mdan. Bu fasonimiz 2 qavatlik. Buni 1 qavatliga qilsa ham bo'ladi, 2 qavatli qilsa ham bo'ladi. Endi bu hozir 2 qavatligi. Chekkasida steklavatorlar bosilgan. Steklavator deganda buni ichiga qo'yib yuboriladigan. Shuni urganda o'zi shunka bo'lib chiqadi o'zi mana. Eshitib turibsiz ovozlarni. Mana shu joylariga zamoklar tushib beriladi, baga teshib qo'yiladi deydiganlar ham bo'ladi. Shunaqa holat. Stekalari 8x8 profil bo'ladi. Yana qaytarib o'tamiz. Tagida shiviller bo'ladi. Biz darvozalarimiz faqat taglariga shiviller qo'yilyapti. Hozirgi paytlarimizda mana shunaqa holat bo'lyapti. Chunki shiviller o'sha yaxshi bo'ladi ekan, nima deydi? Qalinlar bo'lsa, xudo xolasa uzoqroq vaqt xizmat qilsa bizga ham yaxshi inshaalloh. Darvozalarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Mana o'ta go'zal holatda chiqqan darvozalarimiz. Darvozamiz 1 kvadrat metr 1.200 ming so'mdan kelishtirib narxini arzonroq qilib berilaveradi. Aloqaga chiqqanlarga, xudo xolasa. Taglari grammatiklar sachilgan, 1.2 kraska sachilgan. Kraskalarga 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi. Mana listlar taglarigacha kraskalar sachilgan, xudo xolasa. Uyaltirmaydigan ish bo'lar. Kesaklari 1.7 lik, 2 lik listda profilda qalinlikda bo'ladi. Zamoklari ham mana ko'rishlaringiz mumkin. Ichki apparatlari juda katta bo'ladi. Ichki apparat kattaligini mana shu joydan ko'rsalangan bo'lar. Qurib berib borganda ko'rsalangan bo'lar. Yaxshi zamokda ichki apparat katta bo'ladi, xudo xolasa. Shunaqa holat. Ikkinchi fasonimiz ham o'ta bir boshqacha chiqqan. Ortiqcha go'l. Bunaqa narsalar yo'q. Artgani oson. Ayollar ham ne ko'rsa, mash fasoni yoqdi menga dada jonisi deydiganlarga mana ko'rishlaring mumkin, xudo xolasa. Uyaltirmaydigan ish bo'ladi, xudo xolasa. Kim qanaqa darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaversa, masalan, spesialniy mana shu darvozani shuni ko'rgan odam albatta yoqtirib qoladi. Chunki shuni ko'rganda, hozir bizda endi ko'proq shuni ko'rayotgan, buni artishni o'ylanadi. Endi biz
O'zimiz endi qishloq joyda yashaganligimiz uchun mana qishloq joyda yashaymiz biz. Chang, to'zon, yomg'ir shunaqa narsalar bo'ladi. Artgan удобный. Eng muhimi artgan удобный. Mana joylarni shunday artiladi. Chekkalarni ko'rishingiz mumkin. Yomg'irda suv ham turmaydi bunda. Mana zina bu joyi. Zina shu joydan shunday yomg'ir suvlar tushib ketaveradi. Zamoklari ham qo'yib, uстановkalarimiz bor, kelishtirib arzonroq qilib berilaveradi. Farg'ona viloyati, Namangan viloyati, Andijon viloyati, Toshkent shahriga dastavkalarimiz ichida Navoiy tumanlarga bo'ladigan bo'lsa, dastavkalar kelishilgan holatda kelishtirib arzonroq qilib berilaveradi. Ko'rishdan mumkin ekan. Kimga qaysi darvoza yoqqan bo'ladigan bo'lsa, mana shu tomondan, mana bunday ko'rasizlar, raqamlar turib, mana shu ko'rib sanab turib, mana shu darvoza menga yoqdi deb kommentariyada yozib qoldiradigan bo'lsangiz, narxlarni kelishtirib arzonroq qilib berilaveradi. Aka-ukalar o'zlaring primerni metrlar uchun o'lchab turib, narxini bizga hisoblab bering deydigan bo'lsalar ham hisoblab narxini chiqarib berilaveradi. Hisoblab berish, narxini chiqarib berish. Keyin